Ha, shu znak bor. Bu chorraha. Men shu znakdan chiqib chorrahadan sразу chapga burilgandim. Burilish mumkin emas edi. Sizlarga qisqa qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. E'tibor beringlar. Demak, haydovchi ko'chadan chiqibdi, chorrahadan chapga buribdi va to'xtatib, "Sen qoida buzyapsan" deyishdi. Bu qoida buzilar hisoblanmaydi. Chunki bu buyuruvchi belgi emas. Bu axborot ko'rsatish 5.1. Bir tomonlama yo'lga chiqish. Faqatgina mashi streykiga qarama-qarshi bo'lib qo'ymasangiz bo'ldi. Bu nimaga qo'yilyapti bu? Yo'l bir tomon ketyapti, oqim shu tarafga qarab ketyapti, yoki bo'lmasam qatnov qism o'rnida ajratuvchi mintaqa, ya'ni yerdan ko'tarilgan metr bo'lgan bo'lsa, qatnov qism bir tarafga ketganini bildiradi. Faqat shu streykiga qarama-qarshi bo'lmasangiz bo'ldi. To'g'ri yo'l bor, yurish imkoni bor, yuring. O'ng tomonda yuring. Orqaga qaytib ketmoqchisiz, yuring. Qarasangiz, o'rtada ajratuvchi mintaqa bor, narigi sizning yo'nalishingiz bor ekan. Chapga burib keting, xohlasangiz bo'ldi. Qoida buzilar hisoblanmaydi. Buyuruvchi belgi bilan adashtirib olmaydi. Dumaloq bo'lsa, majbur bo'lardingiz. Hozir haydovchi qoida buzmayapti, kelyapti, o'ngga sekin o'z yo'nalishi bo'yicha ketyapti. Eslab qolinglar, videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin, kommentariya qoldirib, qoidalarga rioya qilinglar.